Xo'p, hozir biz dengiz sathidan 1200-1300 metr taqriban balandlikdamiz. Bu yerda o'rmon ichida bitta narsani ko'rsatadigandim. Mana e'tibor bersangizlar, hamma ninali bargli daraxtlar, hammasi. Endi tuprog'i bu yerda hozir aynan o'sha o'rmon qora tuproqlari ayrim joylarda qisman shakllangan yoki qo'zg'ol tuproqlar ham qisman uchraydi. Bu yerda hozir yer bittasimiz bo'yicha asosan liptosol tuproqlar kengroq, ya'ni o'sha qiyalik joylarda ko'proq bo'ladi. Bu eroziyaga moyil bo'lganligi uchun uncha qatlami qalin bo'lmaydi, keyin bo'ladi. Podzol tuproqlar esa asosiy qatlam bilan ajralib turadigan. pH muhitiga to'xtalayotgan bo'lsak, kislotali bo'ladi. Tunukalar turli xil biologik massa bosib, shayniklar, zamburug'lar parchalanish prosessi ketyapti. Tabiat o'zi o'z holiga qo'yib qo'yilsa mana shunaqa bo'ladi o'ylayman. Chunki ayrim daraxtlar sinib tushib chiriyapti. Tagidan mana urug'lar chiqib yana ko'karib chiqyapti. Hozir men yurib ketyapman. Yer yumshoq, o'ta darajada yumshoq. Xuddi somon ustida ketganday his etyapman o'zim, to'g'risi. Demak, chirindi massasi juda ham o'ta darajada yuqori. Ko'pligidan dalolat bu. Ayrim joylarda haligacha qorlar turibdi. To'liq erimagan. Bu yerda yangi hollar chiqishni boshlagan, eskilarning o'rniga. Haqiqiy o'rmon tabiati. Hozir ozroq yomg'ir yog'ib turibdi. Sekin-sekin shunaqa chirib, parchalanib, iloji chirindi massaga aylanib ketadi. Gumifikatsiya jarayonlari, gums hosil bo'lishi bu yerda ayrim joylarda juda jadal, ayrim joylarda sekin. Chunki biz bilamiz, gumifikatsiya jarayoni uchun faqat namlikda o'zi yetarli emas, harorat ham bo'lishi kerak. Endi bu yerda asosan hozir mo'tadil postoyanni 10-15 gradusdan asosan oshmaydi. Shuning uchun asosan bu yerda chirish prosess, mikroorganizmlar faoliyati juda yuqori. To'g'ri bir-ikki so'zda qop-qora tuproqlar mana. Hozir ko'lasak ham endi ish qurolimiz yo'q edi bizani. Bo'lsa kolib ko'rsatardim. Shunaqa chirish prosessi ketib, sekin-sekin chirib biologik massa hosil qiladi. To'liq tuproq yo'qligini mana tunukada toshlardan ham ko'rishimiz mumkin. Ayrim toshlar haligacha bor. Pastida mayda toshlar, shag'illar bor. Tuproq to'liq hosil bo'lmagan.
Bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqda qiyalik joylashgan. Hozir ko'rsataman. Mana jarlik. Pastga tushsangiz to'g'ri suvga tushib ketasiz. Tabiat o'ta go'zal. Namlik miqdori ko'pligi tufayli sovuqchalik ham sezilmaydi, ya'ni quruq sovuq emas. Lekin sovuq bor, chunki qorlar erimagan, ko'rdinglar, ayrim joylarda haligacha turibdi saqlanib. Güzel tabiat. Juda güzel tabiat. Mana shunaqa joylarda, yani suv bo'ladigan joylarda glitsol tuproqlar ham shakllanib qolishi mumkin. Bu taraf xavfli ekan. Juda batqoqlar ham balki yo'qdir-ku. Chunki biz juda balanddamiz, lekin yurish ancha qiyin ekan. Ancha qiyin yurish. Hozir o'rmonda ichiga ancha kirib ketib qoldim. Ochig'i adashib qolmasam ham bo'ldi. Ancha ichkariga kirib ketdim hozir. Bu yerda mototsiklda yoki mashinalarda yurib botqoq tashlagan. Şu yo'lda yursak, katta yo'lga chiqsak kerak. Adashmasam. Endi tog' tuproqlarida boya aytib o'tgandek, asosan shakllanishi liptosol, kombisol, podzol, ayrim joylarda, namlik yuqori joylarda umbrasol ham shakllanadi. Bular hammasi ketma-ket, bosqichma-bosqich, etap-etap birining o'rnida ikkinchisi sekin shakllanib boradi. Bu yerda yonib ketmoqchi bo'lgan ekan, o'chirishgan ekan. Yaxshi ham o'chirishgan ekan, chunki o'rmonda juda daraxtlar ko'p. Bir yong'in ketsa, qo'l quruq hammasi yonib. Ekstremal yo'l ekan, lekin amallaymiz endi.
Hozir martda oxirlari yam-yashil boshlagan tabiat. Yozda o'rtalariga haqiqiy yashillikni ko'rsak bo'ladi. Mashina ovozi kelib turibdi yo'lda. Demak, katta yo'lga unchalik ham uzoq emasmiz, yaqinroqdamiz. Xudo xohlasa katta yo'lda chopib chiqamiz kesib. Bu yoqda ham yo'l bor ekan, bu yoqqa qarab yuramiz. O'zbekistondan Polsha soati asosan 4 soat arkada yuradi. Hozir mana soatimiz 6dan 50 ta o'tgan bo'lsa, O'zbekistonda hozir soatimiz 10dan 50 ta o'tdi. Mana daraxtlarni ko'rishingiz mumkin. Sinib tushib, eskilari o'rniga yangilari yana o'sib chiqyapti. Qiyaliklarda boya aytgandek asosan leptosol tuproqlar ustunlik qiladi bu yerda. Yana uzoqlashib ketdik. Mana shu yerda suv chiqib qoldi hozir. Bu tarafga o'tish kerak endi. Qanday o'tamiz hayron. Suv ko'proq ekan. Bu yerda mana qiziq holat ko'rsatdim. Mana ko'rib beryapmiz. Daryo bo'yi maxsus qatlam bo'lib bir qatlamga o'xshab hosil bo'lgan. Bular albatta uzoq yillar davomida tortqizilgan qatlamlar. Bundan hosil bo'lgan. Kim bo'lsa ham otasiga rahmat, mana archa yotqizib qo'ygan ekan. Bu tarafga o'tolmay yotdim. Mana shu yerdan hozir bir amallab Xudo xohlasa o'tib olamiz.